assalomu alaykum. Alaykum assalom. Baxtiyor aka bilan bog'landikmi, adashmadikmi? Yo'q, adashganimiz yo'q. Sog'-u salomatmisiz, omonmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Bezovta qilganlaringiz yo'q. Ayni daqiqalarda yaqinlarimga dilizxorlarim, loyihasi ijodkorlari bilan gaplashyapsiz. Bugungi mana shunday chiroyli, fayzli kunning sohibi ekansiz. Payg'ambarimga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Hozir xayolimdan o'tib turgan narsa bo'ldi, qarang. Shu radiodan ham butun og'aylarga chiqib qolgan edi, tabriklarni o'shani eshitib turdim, qarang, sizlar chiqib qoldi bu oraga. Aha, bizga sizning eng yaqin insonlaringizdan, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib, qadrlovchi qadrdonlaringizdan tabriknoma xatlar kelgan ekan akajon. Taxmin qilib ko'ring-chi, kimdan kutgan bo'lar edingiz? Kim jo'natgan deb o'ylaysiz? Juda qiyin masala bu. Menda juda og'aylarim, juda yaqin qarindosh jigarlarim juda ko'p. Aynan jigargo'shalaringiz, oila a'zolaringiz. Farzandlarimdan, kelinlarimdan bo'lishi mumkin, qizimdan. Aha. Keling, unda sizni ko'p bora urintirmasdan, kuttirmasdan o'zim ayta qolaman akajon. Sizni qattiq yaxshi ko'rib, qadrlovchi mehriboningiz, qadrligingiz, ishongan tog'ingiz, ukajoningiz O'ktam akamiz nomidan kelgan ekan. Rahmat. Shu bilan birga keliningiz Shahnozaxon, nevaralaringiz Jasminaxon, Azizbek, Solihaxonlar, onajoningiz Iris momojonimiz nomidan, barcha yaqinlaringiz nomidan ukangiz jo'natganlar qimmatli bo'lgan vaqtingizdan ozgina ajrat olsangiz, siz uchun tabriknoma xatlarni o'qib eshitirsam maylimi? Bemalol mayli. Eshitamiz. Minnatdorman sizdan. Ko'ksim to'la armon eriydi, quchog'iga bosganda mahkam. Sizdek axir kim g'amim yeydi, menga sirdosh jigarim akam. Dunyo ishini qo'ying bir chetga, to'lmas sira shundayin bir kam, bugun borlar bo'lmas ertaga. Dardkashimsiz o'zimning akam, ming bor shukr borligingiz uchun. Hol so'raysiz bormi deb ukam, men g'amlarga batoyin nechun? Siz yonimda, siz mening dardimga darmonim, mehribonim, akajonim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men uchun mehrimonlar qadar cheksiz bo'lgan mehribonim, Alloh berganim, suyukligim, qadrligim mening akajonim. Sizni bugungi payg'ambarimga ummat bo'lgan kuningiz bilan muborakbod etaman. Allohim umringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Yurgan har qadamlaringiz esa ilm va ziyolariga to'la bo'lsin. Shu fursatdan foydalanib ulkan baxt, sihat, salomatlik, oila tinchligi, saodatligini tilab qolaman. Chinor umridek uzun umr tilayman qadrligim. O'rtamizdagi mehr oqibatimiz yo'qolmasin akajon. Shu vaqtgacha birontaning akasiga havas ko'zi bilan qaramadim. Chunki menda hammanikidan mehribon, hammanikidan samimiy akajonim bor. Dardimni aytsam, dardimni eshituvchi, dardimga darmonim. Qalbim og'riganda ko'nglimga taskin beruvchi mehribonim. Qadrligim akajonim. Allohimning baytlariga, baytullohlarga qayta va qayta borib hojilar bo'lib yuring. Va mana shunday umra va haj safarlariga borishingizda Tangrim bizlarni birgalikda hamroh qilib qo'ysin. Ikki dunyo rozi bo'lguvchi bandalar qatoridan bo'lishingizni chin qalbimdan, chin dilimdan so'rab qolaman akajon. Siz bilan faxrlanaman. Sizdek insonning ukasi bo'lish bu mening omadimdir. Sizdek insonim bor ekan, men bu dunyoda hech qachon yolg'iz emasman. Allohim umringizga barokat bersin. Xonadoningizdan fayz hech qachon ketmasin. Sizni yaxshi ko'ruvchi ukalaringiz bor. O'zingizga ayta olmasman. Sizga bo'lgan mehrimni yaxshi ko'rishimdan, ammo shu qadar yaxshi ko'ramanki, buni bir qadar so'zlar ila ta'rif eta olmayman akajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Borsizki xotirjam turibman akam. Ko'nglimga halovat o'yin quribman. Yonimda yelkadosh jigarim bor deb siz bilan maqtanib yuribman akam. Goh tortisharmiz, goh tilimiz bir. Zarra adovat yo'q yurakda kir. Qaysi davra bo'lsa ayta yemasir. Siz bilan maqtanib yuribman akajonim, mehribonim. Mening baxtimga omon bo'ling, o'zimning ishongan tog'im deydilar. Ukajoningiz, mehriboningiz ayni daqiqalarda siz bilan suhbatimiz yozib olinmoqda akajon. Sizning ham ular uchun aytar so'zlaringiz bo'lsa bemalol yo'llashingiz mumkin. Marhamat. Mana shunday ukalarimizni Alloh yo'lidan uzoq bo'lsin. Yo'q, bularni talab yaxshi kunlarda ishlaydigan narsa.
shu qatori barcha deganlarni hammasini shu tabrik qilganlarga tabrik qilolmaganlar borada ular hammasidan shu sog' bo'lsin salomat bo'lsin ularni faqat yaxshi kunlarda ishtirok etishadi. Rahmat, hammasiga rahmat, sog' bo'lsin. Sizga ham kattakon rahmat, qimmatli bo'lgan vaqtingizdan ajratganingiz uchun. Doimo sog' va salomat bo'ling, omon bo'ling, ayyomlaringizni yaxshi o'tkazing. Sizlarga ham rahmat. Butun dinni xizmatini qilaman uchun tabriklar yetkazib uchun. Barcha shu siz qator ishlayotgan donizlarga ham rahmatim bilan. Rahmat akajonim, kattakon sog' bo'ling, yaxshi o'tkazing. Rahmat, sog' bo'linglar. Olovlarni olov demasdan otashlarni mushtlagan ekan mening uchun hechdan qo'rqmasdan o'tni qo'lda ushlagan ekan ilm olsin odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan ekan ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan ekan qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqonim ekan himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otambek akam qadri baland mehribon akam ishonganim qalqonim akam himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otambek akam yugurgan ekan o'zi sovuq yerda o'tirib soyamga joy to'shagan ekan Allohimni nazari tushgan akalarni naqshisiz ekan menga bag'rim ochib ko'rishgan mingta do'stdan yaxshisiz ekan ilm olsin odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan ekan ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan ekan qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqonim ekan himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otambek akam qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqonim ekan himoyachim o'g'it berguvchi